95 plus narsa 95 plusga o'ynaymiz Asror aka. Yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, yana sizlar uchun barakali hisori qo'ylarimiz. Do'stlar, do'mbillagan holatlari yaxshi. Hali sog'lom bo'lmasa, qo'ylarimiz bunaqa et po'stda bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi? Nechta soni dedingiz? 15 ta. Assalomu alaykum Asror aka. 15 bosh aka. 15 bosh ha? Ha, juda yaxshi. Hammasi ekstralari, raketa dumma deyisharganda bizdan boshqa joylarda. Tik dumma deysizmi? Kimlardir oyna dumma deydi. Xullas bitta mana shu orqadagi sal eti ariqroq ekan, qolgan hammasi ko'rganingizdek do'mbillagan qo'ylarimiz. Bo'g'oz ha? Bo'g'oz qo'ylar Asror aka. Ko'pida elin solganini, qon tashlaganini ko'rib turibmiz. Do'stlar, qarangizlar, mana shu hozir aprelda tug'adigan, mart-aprelda tug'adigan qo'ylarimiz qayring bu yoqqa. Nimaga borib, xo'p, kuzga borib yana tug'adi. Chunki hozir tuqqandan keyin borib bularni sutdan ayirasiz. Sutdan ayirgan yozga borib sutdan ayirasiz. Bir xil aytayaptiki, yozda uncha yaxshi o'zgarmaydi deyilyapti. Yo'q, agar siz buni issiqda dashga haydab qo'ysangiz adirga, u bechora kuyib quyoshda yotadigan bo'lsa, albatta yaxshi o'zgarmaydi. Lekin hech kim unaqa qilmaydi. Bizdan boshqa viloyatlar bilasizlar, ancha salqin, ayniqsa Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Zoman u yerlarga yozga borganimizda ham biz Spartka kiyamiz. U yerlar bizga nisbatan ancha salqin. Agar mana shu qo'ylarimiz kuzga borib tug'adigan, qochadigan bo'lsa, qochish ehtimoli bilasizlar 90%. Mana qarabsizki, mana bu paytgacha yana tug'ib beradi. Hozir bitta qo'yiz 3 taga aylanadi. Xo'p, buni soni 15 ta. 15 bosh Asror aka. Buningizdan yana bor dedingiz. Yana 5 dona bor aka, bitta qo'chqori ham bor. Bitta qo'chqori ham bor. Ularni narxini qanday bo'ladi? Bundan yangiroq bo'ladimi yo? Bundan yengilroq qilib beraman. Bundan yengilroq bo'ladi ularni. Obunachilaringiz uchun. Bularni ham yengil qilib beraman dedingiz. Bularni necha puldan qilib berasiz? Asror aka, bular 7200 ming so'mdan qilib beraman. 7200 dan. Ha. Qancha, qayerga qancha o'tib berasiz? Qayerga endi dastavkasini qilib beramiz. Dastavkasini qilib berasiz. Telefon qilsa muomala qilib beraman aka. Ha, o'tib beraverasiz o'zlariga. Ma'qul, baribir 7 yoki 7 dan sal o'tib chiroyli qilib berasiz. Shunaqa Asror aka. Yoshi nima bo'lardi? Yoshlari aka, birinchi qorin, ikkinchi qorin qo'ylar aka. Birinchi, ikkinchi qorin qo'ylarimiz. Ha, mana xo'p. Qani tishini ko'rsating qani? Tishini ko'rsatingchi? Yaxshi. Ikkinchi qoringa ekanda, ha? Aksariyat birinchi, ikkinchi qorin. Uchinchi qorin ham bormi ichida? Uchinchi qorin qo'yim ikkita chiqadi aka bo'lsa. Ha, boyagi katta bilan, mana bu bilan, ha? Bitta qo'yim, keyin yana bir dona qo'yim. Ha, bo'ldi. Haydang qani bo'lmasa, bularni kirgizib yuboramizda, ikkinchi partiyani ko'ramiz. Ular narxini yengil qilib, ular soni yengilroq beraman Asror aka. Ularning soni 5 bosh aka. 5 ta. Demak, o'sha nima deydi? Juda yaxshi o'ylabsiz. Albatta, kamroq qo'y olaman deganlarga ham o'tib beraverasiz. Shunaqa aka. Dastavka qilib berilaverar ekan. Haydang, indamang, mashinadan o'tib ketaversin, sakrab. Qo'ylarimiz hammasi pishiq, chidamli, immuniteti baland, do'stlar, o'zi to'laydigan mana shunday holatlari bo'g'oz. Do'stlarga tarqatib qo'yamiz. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Sizlar uchun eng yaxshilarini kanalda ilinib boryapmiz. Mana shunday. Qani ketdik, ikkinchi partiya qo'ylarimizda ko'ramiz. Do'stlar, Qo'chqorda yaxshisini olaman desangiz, mana hozir 5 bosh mana bu yerda qo'yimiz borda. Ularning narxini yengil, izidan do'stlar, mana yoshlarni ham hozir xullas hamma ma'lumotlarni olamiz. Qo'chqorda zo'r ekan do'stlar. Xo'p, qani bularda 1 2 3 4 5 ta. Qani bularning yoshi nima ekan? Yoshlari aka, birinchi qorin qo'y, ikkinchi qorin qo'ylar. O'zi shunday ekan-ku. Xo'p, ichidagi bitta ikkitasi hafta o'kunga bormay qo'zilaydi aka, qarabet qo'ylarim. Hamma qora qo'y. Zo'r. Bularni qanchadan qilib berasiz? Asror aka, sizga boya aytdim-ku aka, narxini yengilroq qilib beraman dedim-ku. 6,5 million so'mdan qo'ydim aka. 6,5 milliondan narx qo'ydingiz. Buni ham xayriga o'tib dastavka qilib berasiz. Albatta. Do'stlar, deganimki, hozir videoda alohida ko'rsatganimiz uchun siz ko'zingizda video aldab qo'yadi, lekin ko'z bilan qaraganda, hozir qo'shganda bular nisbatan salgina farq qilib turibdi suyagida. Mana shundan nima qilinapti. Narxini ham o'shanga yarasha qilib, yengil qilib qo'yilyapti do'stlar. Endi yana ham bir joyga oladigan bo'lsangiz, agar hammasini yana ham o'tib beraverishadi. Shunday. Mana, juda ma'qul. Lekin Qo'chqor yaxshi ekan. Xo'p, o'sha tulashni boshlabdi. Sal yaqinlashtira olmasak bu kameraga sig'may qolyapti. Mana. Mana ilkalarni ko'raylik.
to'shlari ham juda chiroyli ekan qo'chqorimizda. Ha. Oldi orqa kengliklari ham, kallalari ham juda chiroyli. Kallalar tishini bitta ko'rsating qancha? Demak, 6 tishga. Endi 6 tishga o'ryapti. 4 tishdan 6 tishga o'tibdi. Demak, aytaylik 3 yillik qo'chqor, panja qo'chqor. Aha, mana jun tulaydiganlarni bitta ko'rsating qani? Mana, o'sha boshlabdi do'stlar. Mana, o'sha tulashni boshlabdi. Mana shu oyda oxirigacha tulab boshlaydi. Mana berlaridan boshlabdi. Xo'p, qani? Jiyan, buni qanchadan narx qo'yasiz? Buni necha pulga berasiz? Narxini 15 million so'm qo'yaman aka. Yurg'izib ko'rsataylik, sekin haydab. Ehtiyot bo'l. Aha. Yo'q, qo'yib olamizmi? Qo'ysa qochadimi? Qo'yvering qani, tavakkal, bir ko'raylik yurishlarini, qo'yvering. Aha. Oh, mana. Qani ko'ryapsizmi? Qayiring. Bular, necha pulga beramiz buni? Vesi ham zo'r ekan, gavdasi ham zo'r ekan. Mana endi qo'yga qo'shganda qo'ymadim, akajon 15 million so'm qo'ydim. 15 ha? Ha. Kami bormi? Kelishamiz aka, telefon qilishsin. Akalar 15 million narx qo'yildi qo'chqorimizga, panja qo'chqorimiz. Hali qo'ylarni oldida bu qo'ylarning oldiga bu umuman boshqa narsa bo'lib qoldi-da qo'shgandan keyin. Qo'chqa katta narsa. Bu ham 1 metr chiqmasa kerak, metrga yaqin 95 plus narsa ekan. 95 plusga o'ynaymiz Asror aka. Yaxshi, zo'r. 95 plusga o'ynasak bo'laveradi. Dadil. Bo'ladi akalar. Chiqasizlar, aloqaga chiqasizlar. Chiroyli qilib yengillashtirib beraveradi. Haydang, kirgizib yoramiz. Haydang. Mana do'stlar, layklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Narxlari ham yengil. Agar mabodo hammasini bir joyda oladigan bo'lsangiz, yana ham narxlarni o'tib beraverishadi. Mana, o'zini qobiliyatini yo'qotmagan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.